Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Salomat Aleksandrovna, sizlarni berayotgan savollaringizga bugun ham javob berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum doktor. Meni matkim trubalarim olingan. Qizib ketaman, asabiy hamman. Bo'lib kelgandan sahr kasallik orttirib oldim. Qanday dorilarni maslahat berasiz? Yoshim 47 da. Bu ayolimiz hali yosh. Bu 47 yoshda, bu endi yosh boshlanib, nima bo'ldi? Yaxshi baxtli hayot kechiradigan payti. Ya'ni balları katta bo'lgan, endi ba'zi bir ko'rsatmalari bilan bachadan bilan tuxumdonlar olib tashlangan. Olib tashlagandan keyin tuxumdonlar yana bitta vazifasi bor, hormonal statusni ushlab turish. Ya'ni estrogen moddalarni, ayollik moddalarni chiqarib turadi va bu estrogenlar nima yordam beradi? Ayol o'zini yaxshi hisdan tashqari teri, suyaklar, sochlardagi o'zgarishlar ham aynan shu estrogenlarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun bu post ovari ektomik sindrom, ya'ni tuxumdonlarni olib tashlagandan keyin ayol kishida sindrom boshlanadi. Bu nima? O'sha klimaks belgilari boshlanadi. Klimaks qizib sovishi birinchi belgisi paydo bo'ldimi? Tezda shifokorga murojaat qiling va tegishli tekshiruvdan, chunki gormonal tekshiruvdan o'tishingiz kerak va onkologik tekshiruvdan. Sizni biz beradigan gormonal analizlardan keyin dori-darmonlar sizda onkologiya chaqirmasligi kerak. Shuning uchun men sifatli, yaxshi, qizib sovishsiz baxtli hayot kechiraman deyishingiz uchun tezda shifokorga murojaat qilasiz. Ikkita tekshiruv. Bu onkologiya bormi yo'qdan tekshirilasiz, uni o'zini ketma-ketligi bor va gormonal tekshiruvdan so'ng sizga juda ham yaxshi umrlik yozib beradigan gormonlar. Ikki xili bu tabiiy gormonlar va batlar, fitoestrogenlar. Bu albatta tekshiruvdan keyin sizga ma'lum bo'ladi. Vaqt cho'zmang. Birinchi belgi paydo bo'ldimi? Sizga ogohlantirib aytamanki, suyaklaringizda, teringiz, umumiy sog'liqlaringizda, yurakingizda, nerv tizimingizda o'zgarish boshlanadi. Umuman hech vaqt cho'zmasdan tezda akusher-ginekologga murojaat qiling. Ya'ni markazimizga biz sizni kutamiz. Hammaga rahmat.